MU Chelsea'ga qarshi do'stlar, o'zingizlar ko'rdinglar qanaqa qiziq o'yin bo'lganidan. Kelinglar, hozir biz sizlar bilan eng bahsli va qiziqarli epizodlarni ko'rib chiqamiz. Va eng bahsli joy, eng g'alati epizod desak ham bo'ladi. Bu Robert Sanchezning qizil kartochkasi. Professional darvozabon, top klubda o'ynaydigan futbolchi Betskiga xato qo'yapti. Buni boshqa ifodalash ilojisi yo'q. 5-o'yinning 5-daqiqasi va u qizil kartochka olib chiqib ketyapti. Jamoasini qiyin holatga tashlab. Keyin o'zingizlar ko'rdinglar, Bruno Fernandes hamda Kazemironing gollari bu taymingni eng zo'r varianti do'stlar. Ikkalovi ham ofsaydni shunaqangi zo'r ushlaganki, endi вообще Chalobani qo'li qolib ketgan. Bruno Fernandes shuni sezib, shuni oyog'ini tiqaryapti, gol. Zo'r. Undan keyin Kazemiro nima qilyapti? Kazemiro tushunmayapman, to'g'risi. Eng tajribali o'yinchi o'sha maydondagi, to'g'risida. Bilib turib sariq kartochkasi borligini, lekin o'yinchini yiqitib, qizil kartochka olib chiqib ketyapti. Bu yerda ham endi bilmayman qanaqa ifodalash kerak, to'g'risi. Endi o'zingizlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Xullas, o'yin juda ham qiziq bo'ldi. Unitedda bu o'yinda omadi keldi. Boshqacha gap yo'q, faqatgina omadi keldi. Bu bahona emas, yutib qo'yardi Chelsea. Men shunaqa deb o'ylayman, chunki United bu o'yin bilan uzoqqa bormaydi. Yana o'zingizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar.